Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar, hurmatli Akif uka, aziz singillar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugungi suhbat programmamiz oldingi qatimliq suhbat programmamiznikiga o'xshash Dunyo Uyg'ur qurultiyi 7-qatimliq qurultiyidagi yoshlar xizmati so'zlandi ham bu to'g'risida atrofliq muzokara suhbat ilib berildi. Bugungi mehmonlarimiz hurmatli Erkin Zunun Efendi, Dünya Uyghur Kurultayı Yaşlar Komiteti'nin müdiri, Gayr Kurban Efendi, Dünya Uyghur Kurultayı Uygurca bayanatçısı, şundakla Dünya Uyghur Kurultayı'nın televizor müdiri, İftihar Abdurşit Efendi. Sohbetimize hoş geldinler. Rahmat, hoş bulduk. Rahmat. Ondaqda vaqt münasibati bilan suhbatimizni darhol boshlasak, bizniki suhbatimiz degandek Dunyo Uyg'ur 7-qatimliq qurultay jarayonidagi yoshlar xizmati to'g'risida bo'ldi. Hurmatli Erkin Zunun Efendi, sizdan boshlaylik. Oldida Dunyo Uyg'ur qurultayiniki 7-qatimliq qurultay jarayonida yoshlar xizmati ko'p faoliyatlarni o'tkazdinglar. Bu to'g'risida qandaq bir natijalarni qo'lga keltirdinglar? Qandaq bir utuqliq natijalar bor? Bu to'g'risida ko'pchilikni bir umumiy bir tushunchaga yig'ib bergan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat efendi. Oldi bilan hammasiga assalomu alaykum. Mush suhbat programma chaqirganingiz uchun rahmat. Biz endi 2021-yili Yoshlar komiteti 11-oyda qurultayda saylangandan buyon umumiy jihatdan har bir yarim yilda bir qatim bir plan qilib operatgandik bizning xizmatlarimizni. Qurultay qurilgandan buyon yoshlarga bek deganimda bek nima bergan, ahamiyat bergan yoshlar xizmatiga va har yili bir qatim yoshlarni tarbiyalash kurslarini olib biz shuni davom qilib 2022 Bursada 42 yoshni yig'ib butun dunyodagi shularga 3 kunlik bir yoshlar tarbiyalash kursini olib Ondan keyin 2023-yili o'xshash 4-oyda Shvetsiyaniki Stokgolm shahrida tanlangan yoshlar 60 yosh iltimos qildi, lekin biz ularni tanlab 6 yoshni tarbiyalab chiqdik va ondan keyin 7-oyda 2023-yili Bursada va Turkiyada oliy maktab o'quvchilarini bir yig'ib, u yerda 100 dan ortiq oliy maktab, ya'ni faqat Turkiyada o'qigan Uyg'ur u yerda bir programmani o'tkazgan. Sizlar yamanda hamda sizdan so'ragan savollari hamda Uyg'ur yoshlari o'qigan va qobiliyat qilgan ularning sababi yordam va nimqalaydiganini so'raganda va bularninki biz ularga javob berdik, qandoq kitoblar hem qurultayning ichida ham boshqa kitoblar xizmat o'rnatishish jarayonida biz yosh bolalardan bolalardan biz bularni tanlab hizmetlerini ve hazır biz tashkilotlarimizda bizdagi tarbiyalash kurslarida yani workshoplarda o'tgan bolalar yomon. Qurultayda asas masalalarni ichidan u müdiri Adilcan Abdülkerim va u Erkin
Ayala Komitesi'ninki müdiri ve başkanım var. Ama hazır yaşlı yaşlı müdürünü hizmet ve yapıyor. Onun ama yerde oturan iktidar efendim bu yaşlarda biliyorsunuz İstanbul'un bazı dünya müdürü Gayyur Kurban Mamutu çıkan kurul eren yaşlar terbiyeler koçluklarından kabiliyet Allah. Onun başka siz mi özünüz workshoplarınızda bu siz şunun için hem de kurulda bunu pek köp ehmiyet verdi bu yaşlara. Hem bunlar taşlap etmeydi o. Terbiyeler ve kabiliyetlik ve irade boğan, fidakarlık bulgan ve biz bilen bildi hemkarlık alaydıgan bilip ve izlendiğin ballarını biz tanlap bulup bizdeki çoğlar onun başka bizdeki terkibimizde teşkilatlarımız hem UHRP deyimiz. Anandaki Campaign for Uyghur hem doğumu köpüncü yaşlılar bizdeki terbiyeleş kurslardan etken ballar hem mesela aşağıda hizmet ettirvatıdır. Şu yaşlar komitetinki şu devamı demdik hem de bizden kıvatkan hizmetinki şu kurultayınki neticeler de koyuyorlar. Köpten rahmet. Nayet tepsili yaxşı tushundirib berdingiz. Undaqda ikkinchi savolni hurmatli G'ayir Qurban apandidan so'rayli. Hamda Dünya Uyghur Qurultayıga mening bilishimcha eng ko'ni yoshlarning birisi G'ayir Qurban apandi. Hamda sizningcha siz shu uzun yildan yaqin 10 necha yildan yaqin shu Dünya Uyghur Qurultayı yoshlar xizmatini qildingiz. Uningdan boshqa yana nurg'un vazifalarınız bor. Mushu yoshlar xizmatidagi asosli strategiyalar qandaq bo'ldi ham qandaq bo'lyotidi? Buningdan qanday natijalar qo'lga keldi? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Aldın ziyaretimiz için köp rahmet. Bayam Erkin Zurun kardeşimiz, Yaşlar Komitemizin müdürü dep ökendikidek bu yerde Dünya Uyghur Kurultayı'nınki yaşlar hizmetinde körlerlik bir stratejiyaninki boğallıkını kığıl bol dep oylayman. Ben cümleden Dünya Uyghur Kurultayı'da desepte Germaniyadaki yerlik teşkilatının başlap bugünkü günde Dünya Uyghur Kurultayı'nın qaysi vazifini üstlab kalganda bir 17 16-17 yılga yakın bir tecrübem boptu. Bu jarayonda ben hakikaten Dünya Uyghur Kurultayı'nınki izchil alda Şarkı Türkistan davasınınki kelgüsü bolgan şu ata boğularimizdan bizgacha yetib kelgan mustaqillikka ve hürlikке teşna bolgan şu meşaninki bizgacha yetib kelishi ve buningdimi bizden mi keyingi avlodlarga yetkazib berish uchun bu yoshlarniki Dünya Uyghur Kurultayı'nınki şu jarayonda qilgan xizmatlariga ben şahsen o'zim shohid bo'lgan birisi bo'lib hisoblayman. Bayam Yaşlar Komitemizdeki müdürü Erkin Zurun Efendi bir qancha nuqtaliq türlerini Dünya Uyghur Kurultayı'nın yaşlar hizmeti hakkındaki türlerini oturup koyup attı. Bu noktada hakikaten Kurultayı'nınki hani şu 10 neçə yıl burun Kurultay rehberlerininki şu yaşlar hizmetini mühim bir nokta süpütede işleş ve bunu stratejik kadem basmışlar boyunca yeni bir pellegi çıkışından ibaret bu gayesini ve iradesini körep ekili buldu. Oylayman. Cümleden Dünya Uyghur Kurultayı'nınki bu yaşlar hizmetindeki en çok mühim stratejilerden birisi bu yaşların terbiyeleşme kursu bulup öttü. Bu yan erken durum kıymetişimizde. Beklendikidek çünkü biz Dünya Uyghur bu meyli men bolay, meyli bir şey oturan kıyıdaşlar olsun ve belki dünyadaki başka her kaysi yerlerde Uyghur erkek kırgınçılığı anlatış ve onun dünyadaki İslam'ı kol getiriş yolunda hizmet kılan nurgun kıyıdaşlarımızın emeğine ait de oylayman. Çünkü bizdeki aramızda bu köplerimiz bu dava ibaret bu kesipte
terbiyelenmegen, bir yer nurgulluğun kemtikçiliklerimiz var. Biz özümüzdeki bu şu davanı anlatış jaryanında bizdeki bu kesbi cihetteki yetersizliklerini tonup yetken ve bunu en de sebep sonuç yetken şu davadaki peş kademlerimiz öz şu dava biz jaryanında ilgiligen tecrübelerini şu kıyımdaşlarımızga yaş dava sebetiki kıyımdaşlarına bildiriş ve ulanı özüdünki yekildigen tecrübeleri arkalık bu davanı texim yaxşı anlatışniki zürriyetini şu terbiyeleş kurslarını içip kırış arkalık gevdelendirgen dep oylayman. Yaşlar kursu da bununki ehmiyet tamamı hakikaten pek yukarı buldu ve bizimki en asaslı yıllardan beri kurultay yaşlar hizmetindeki mühim bir stratejik parçası buldu diyebiliriz. Bu yaşlar kursları arkalık biz davası bige yeniden kayırdaşlarımızı ekreş ve onlarda davadaki anlatış üçün zor boğan her xil tecrübelerini ve maharetlerini üretişten ibaret bu hizmetlerini yapıp oldu. Elbette bu stratejimizdeki yani bir mühim basqıçları bu qalsa, şu davası da aktif hizmet qılan qeynaşlarımız meyli o dünya qurultayınınki her qaysı sahalarda səpətdə işləyən bolsun və ya ki qurultayının sırtında hizmet qılan bolsun. Bu qeynaşlarımızın dünya qurultayı bu özü sahip boğan bu bu imkaniyetlerden başka qeynaşlarımızı bəhrəman qılışqa alayda etibar qıldı və bunu özündeki yaşlar şu dünya qurultayındaki yaşlar stratejisindeki mühim bir basqıcı qıldı. Çünkü hemen nersini özümüzdeki terbiyelep, özümüzdeki imkanlar bilen terbiyelep bulamayğanlığımız nait. O çok. Şunun için dünya qurultayı, meyli dünya qurultayındaki terkibide hizmet qılan qeynaşlar bolsun və ya ki dünya qurultayının sırtı da Uyghur halkınınki milli müstakilliği ve hürlüğü için hizmet qılan qeynaşlarımızga özü sahip olan sahnelerini yaratıp biriş. Terbiyeleş programları başka bizdimi tecrübelik, bizdimi çoğun imkaniyetleri boğan teşkilatları verip, onlarınki tecrübelerini, kıymetli tecrübelerini öğreniş, başkoş tecrübelerini öğreniş ve onlarınki dava anlatış tecrübelerini öğreniş arkalık halkımızdaki hürlüğü için kılıvakan septörümüzde köz düşüge biz rağbet edip geldik. Bu biz özümüzdeki mühim bir stratejik kadem basqıçlarımız diyebiliriz. Ondan başka dünya qurultayınınki bu yaşlar hizmeti yani biz şu staj program yani praktika programlar arkalı qurultayınınki qurultay qiziqqan ve davanı qurultay imkan boğan sahip boğan imkaniyetler arkalı anlatışına xalaydigan qeyrindaşlarımızga dünya qurultayınınki her qaysı septirde dünya qurultayınınki her qaysı işgallarda hizmet kılış, üzgünleş ve bizgimi ügütüş imkaniyetlerini temin ettik. Bu belki başka şu davanı edip provatkan teşkilatlarımızda altın Katar'daki imkaniyetlerimizdeki birisi diyebiliriz. Dünya Qurultayı'nınki bugünkü kadar Dünya Qurultayı'da hizmet kılışını xalaydigan yoki yakından tonup degandeki de özlenge tecrübelerini bizge ürgütüş ve bizde mi bir ürgünüşten xalaydigan qeynaşlarımızga her kaçan işiklerini oçuk qıp geldi. Ama biz bununki özümüzdeki mühim bir stratejik alaydıkımız kıldık. Ya ondan başka yana biz bu qurultayınınki işçideki hizmet kılan ve tecrübeli şu hizmet kılan qeynaşlarımızı özümüz sahip olan sahnelerde şu özününki ixtiralarını, kabiliyetlerini gevdelendiriş, cari kıldırış sahneleri bilen temin ettik. Yani biz qurultayınınki en başta buluş süpütü bilen qurultayınımızdaki reisi, hürmetli Doğukunay Efendi ve ya ki başka qurultay rehberleri bulmuşsun. İmkandan yetişçe yaşlarınki mühim halkaralık sahnelerge birişige imkaniyet biriş, rağbetlendiriş ve ularınki tila arkalık, ularınki kabiliyeti arkalık üyede davanı anlatış ve cümleden ulağa mühim halkaralık sahnelerde dava yaxşı anlatıdığan bir fırsatını teminlep geldi.
albatta bu yerda qilgan yani boshqa bir qancha turli xizmatlarimiz bor, lekin mushuni hamda shu Dunyo Uyg'ur qurultiyini yaqindan kuzatib kelgan, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kuzatib kelgan qarindoshlarimizninki shu yoshlar Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki yoshlar xizmatida ilib borgan xizmatlarniki bir strategik alohidligi sifatida buni taqdim qila olamiz deb o'ylayman. Shu xizmatlarimizniki natijasida albatta bu xizmatlarning ichida bir qismiga men o'zim riyosatchilik qilgan bo'ldim va bir qismlarda bo'lsa o'zimiz uning ichida xizmatchi bo'lish sifatimizdan o'rin olgan bo'ldik. Shu bir qancha yillik xizmatlarimizniki natijasida bugungi kunlikda xalqaroniki shu xalqaro bugungi kunligimizda jumladan shu 2017 yildan buyon Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatish din başlasaqmı bugungi qadar shu xalqaroniki har qaysi sohalarda Uyg'ur davosini anlatadigan muhim xalqaroliq sahnalarda ovozi chiqqan, gavdalangan, nurg'unlagan yoshlarimiz bor. Biz buni qarindoshlarimizniki mutlaq ko'pchilikniki burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkillagan har qarorliq yoshlar tarbiyalash kursiga qatnashganligini va ularda ve Dunyo Uyg'ur qurultiyi ta'minlagan sahnalarda tecrübe ağırlıklarını bunu biz bir yerde faxrlanib tilga ola olamiz. Bu bizdeki xizmatlarimizdagi muhim bir natijasi deb suna olamiz. Undan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki yoshlar tarbiyalash programmalari, Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki xizmatchi xodimni bo'lish jarayonida egallagan tajribalari bilan bugungi kunlikda dunyodagi bir qancha dunyodagi muhim shu davoyimizga aloqador sohalarda, institutlarda ve hattoki muayyan davlatlarniki tashqi ishlar ministrligida Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki kurslarida qatnashgan, hatta Dunyo Uyg'ur qurultiyida ishlagan qarindoshlarniki iznasini ko'rish mumkin. Buni shumi Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki yillardan buyon ilib borayotgan yoshlar xizmatiniki muhim natijalari sifatida qarashga bo'ldi va undan boshqa yana navbatdagi vaziyatimizga qaraydigan bo'lsak, Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki 8 navbatlik qurultiyi ichirish arifasida turib o'tadi. Mana o'tgan kuni bütün tizimlashlar oxirlashdi. Shu tizimlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki vakilligiga nomzod bo'lib o'zini ko'rsatgan qarindoshlarimizniki ahvoliga qaraydigan bo'lsakmi, bu yerda 40% ga yaqin yoshlash bor. 40% shu talab qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki a'zoligiga iltimos qilgan qarindoshlarimizniki 40% yoshlardan tashkillangan. Mana shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar xizmatiniki shu o'tgangi 15 men o'zim shohid bo'lgan 15-16 yildan buyon izchil yo'sinda bo'lgan tirishchanligi, strategik qadam bosqichlarininki natijasida maydon kelgan yorqin natijalarniki bir qismi deb ayta olamiz. Tafsili tushuntirishingizga ko'p rahmat. Nihoyatda yaxshi atrofli tushuntirish bo'ldi. Hamda savolimizni hurmatli Iftixor Abdurashid afandiga qo'ysak, hamda sizmi bunday aytgan chaqda Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi konularning birisi hisoblanib qoldingiz. Chunki 6 ve 7 qitimli qurultayda yoshlarning xizmatida muhim vazifalarni oldingiz. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi televiziyasininki mudirlik vazifasini o'tab kelyapsiz. Hamda siz o'zingizningki shu 6-7 yil jarayonidagi tajribangizni oq ko'rinish qilganda Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar xizmatida qanday bir ortiqchiliklar bor? Bu to'g'riliq bir o'zingizning his qilganlarini so'zlab bersangiz rahmat. Rahmat sizga Baxtiyor afandim. Oldi bilan ziyoratingiz uchun minnatdorligimni bildiraman. Xo'sh, savolingizga kelsak, albatta yuqoridami G'ayib Qurbon afandim va Erkin Zunon afandilar yoshlar komitetininki qurilmasi va funksiyasi haqida tafsiliy to'xtalib o'tdi. Hamda bu xizmatlarninki ichida o'zimninki xizmat tajribamni bu jarayonnikini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tsam, bu qurultayninki hamda
sirtidagi vaqtlarda ko'pincha yoshlarninki o'ylagandek bu cho'nglar tarafidan faqatlam boshqariladigan va boshqa da'vo xizmatlariga o'xshash cho'nglar tarafidan davomlashtiriladigan va yoshlarga qandaq shaklda muomala qilinadigan yoki yoshlar qandaq fursat yaratilib beriladigan bir organ ekanligidan asosiyatdan xabarimiz yo'qdi. Ammo keyin qurultayninki deyilgandek yoshlar kurslari, yoshlarni tarbiyalash kurslari degandek ochilganligidan xabar topgandan keyin tunji bo'lib qatnashgan yoshlar tarbiyalash kursi bo'lsa, birinchi qatimliq Milliy Kengash shuning bilan parallel holda o'tkazilgan yoshlar tarbiyalash kursi bo'ldi. Men uning qatnashgandan keyin atrofimdagi insonlarninki aytganlari yoki sirtdan ko'rinishidek yoki boshqalarninki anglatgandek shaklda emas, bu ishlarninki boshqacha ekanligida kuzatdim va bu yakunga keldim. Chunki qurultayninki yoshlar tutgan pozitsiyasini yig'inchoqlab kelsak, beliqqa osmon uchishga majburlamaydi, qushqachni suvning tagida uzishga majburlamaydi. Shu metodni tutgan shaklda yoshlarni tarbiyalayotgan bu nihoyat yaxshi bo'libmi hozirgi vaziyat yoshlarimiz turli sohalarda o'qib o'zlariga shaxsiy holda egilik tiklagan, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli boshqa sohalarda bo'lsin, yoshlar bo'lgandan keyin o'qimishli yoshlar asosiyatdan ko'proq aramizda. Bunda bo'lgandan keyin ularninki iqtidorga va qobiliyatiga qarta ma'lum qo'poplar masalan yosh kelsan, yaxshi kiribsan, undoq bo'lsa ma'ni qilishing kerak degan shaklda emas, oldin shu bolalarning iqtidori va qobiliyatiga qarta shaklda tarbiyalash shaklda ilib berildi. Albatta bu boshqalarning o'ylab qolgandek har yilda yoki ma'lum bir vaqt ichiladigan faqatlam yoshlarni yig'iblam leksiya so'zlab tuyutadigan shaklda emas. Masalan, u yoshlarninki tarbiyalash kursiga qatnashgan yoshlarning ichidagi aktiv yoshlarninki iqtidori va shu qobiliyatli bo'lgan sohalari qarta shaklda buni maydonda zag'irtil desak, maydonda sinagan shaklda praktik olib berdi. Masalan, yaqinqi vaqtlarda misollar turib deydigan bo'lsak, qurultayninki Birleşken Milletler Teşkilatı'daki faaliyetlerge o'sha yoshlar tarbiyalash kursida qatnashgan bir necha yoshni olib bevosita shu yerda yig'inlar qatnashtirib shu Birleşken Milletler Teşkilatı'nın yig'indagi jiddiychilik va u aldirashchilikni o'z ko'zlari bilan ko'rsatgan shaklda va praktik qilgan bo'ldim. Uningdan sirtmi, shaxsan o'zimni ilib aytsammi, men dastlabda yoshlar tarbiyalash kursida qatnashgandan keyin u yerdagi turlik Uyg'ur da'vosi muhojiratdagi bo'libmi ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatimizdan keyingi hozir qadar davomlashayotgan Uyg'ur da'vosi va buningki qandaq shaklda ilib berilayotganligi va bundan keyin qandaq shaklda ilib berilganligi haqida bu haqlarda tafsiliy tushunchaga ega bo'lgan bo'ldim. Uningdan sirt yana biz yoshlarninki bu da'voninki merosxo'rlari ekanligimizni, bu da'voninki uzun yo'lliq bir da'vo ekanligini, hargizmi qandaqdir sirt ko'ringandek, voy vatan da'vosini qilayotgan millatni yaxshi ko'rgan odamlar bir xil hamma xalq hurmatlaydigan shaklda degandek qattiq ko'rinishlik tarbi bilan billa uningmi izchil shaklda kurash qilib va boshqalarninki hujumlarga uchraydiganligi va bu jihatdanmi da'voninki qandaqdir xalqlarninki maqtig'ini yoki xalqlar cho'ng bilgandek shaklda lam emas, uningki nurg'unlagan issiq suvoqlarning bog'lig'i ko'pincha vaqtlarda hissiyotimizga tayanib emas, aqlimizga va ko'nglimizdan o'rgangan tajribalarimizga asosan qaror chiqarish va hukm chiqarish kerakligimizdan tortmishlar hammasini mush yoshlar tarbiyalash kursida birdan oldin o'tkazib bizga mush shakllarda tarbiyalash kursini berdi. Albatta bu men uchun bu qatnashgan yoshlar tarbiya kurslarida nurg'un shaxslar bilan xalqaroliq jurnalistlar bo'lsin, jumladan akademik insonlar bo'lsin, ular bilan tanishish fursatim bo'ldi, ular bilan suhbatlashish fursatim bo'ldi. Bumi meningki o'zimni tarbiyalashimga va o'zimni taraq qildirishimga zo'r yordam bo'ldi deb o'ylayman.
Bundan sırt bu tərbiyələşlərninki axırısı bolsa, mən vətən davası qılıman, millatim üçün mən bir iş qilib berəlişim kerak degan o'yga keldim və qurultayda rasmiy shaklda xizmatga boshladim. Kaza xizmat qilish jarayonidami yoshlar komitetining muavin mudiri bo'lib 6 navbat qurultayda yoshlar bilan aloqalash jarayonida bo'lsin. Yoshlarning ichidami men yuqorida deb o'tgandek sirtdan qaragan vaqtda ularda bir delilg'ulikning borlig'ini, bir ansirashning borlig'ini his qilganki, ularga shu shaklda beshimda o'tgan narsadan qisqacha xulosalangan va tajribaga asoslangan shaklda ularga tushundirib, nurg'un yoshlarni bunga kirishga, ya'ni bu yerdagi kirish deganim qandaqdir tashkilotga a'zo to'plash emas. Vatan davosi uchun, Uyg'ur millati uchun samimiy kurash qiladigan yosh jangovarlarni tarbiyalab chiqadigan bir maydonningki hozir ekanligini ko'rsatib berish va ularni ko'rsatib berish bilan birga tang amaliyatimiz bilan isbotlab berishdi. Shunga meningki deydiganim beshinchilik. Rahmat sizga. Nəhayət konkret və əmli misallar bilan tushuntirib bergan bo'ldingiz. Nəhayət yaxshi bo'ldi. Hamda savolimizni yana hurmatli Qayir Qurban apandiga qaytarib kelsak, hamda yoshlar xizmati albatta har qanday tashkilot, davlat bo'lsin, nəhayət muhim xizmatlarning birisi. Shuning bilan bu muhimlikqa qarata buniki nəhayət nurg'un raqobatlar mavjud bo'ldi. Bunun da qildigan nəhayət jiq xizmatlar bo'ldi. Siz shu Dünya Uyg'ur qurultayi yoshlar xizmatining yoki Uyg'ur davosidagi yoshlar xizmatida qanday bir raqobatlar mavjud? Bu to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bu bence aslında maxsus bir program işlesek bo'ldi aslında bu tema to'g'riliq. Hakikaten raqobatlar bekçi. Ama bugünkü bir programımızdaki formatı ve uzunluğunu gösterip ben iki noktaya yığıncaklay. Bunun içindeki birisi hem de şu teşkilatın özünden başladığını da baylayayım. Çünkü neymiş degende bu Dünya Uyghur Kurultayı lokal aldaki insan hakları teşkilatı emas. Cümleden bu bir siyasi teşkilat. Yani halkımızdaki siyasi iradesiga vekillik qilishga bütün vücudu bilen erkek kelgen, kıvakkan bir teşkilat. Bundaq boğalık üçün, bundaq bir siyasi sezgürlük boğan bir teşkilatka giriş ve onun işide hizmet kılış ve onundan muayyen bir orduğa yetiş üçün bir ceren getirdi. Elbette bu fakat siyasi teşkilat kılan deyilgen gap emas. Göz aldığımızda bir şirket elip assak mesela BMW, Volkswagen, yani demallık gelgen şirketler şu oldu. Mesela Microsoft olsun, Apple olsun, qanday şirket. Bu şirketke siz bugün kirip ertesi yerdeki CEO bulanmaysınız. Bugün kirip ertesi bir yerdeki bu şirketlerdeki mühim iqtisadi ve adam gücü baylığı hakkındaki siyasetlerini bekleyen işlerini kılamayısınız bir yerde. Bu emedemge uygun da, emedemge ayan da oylayayım. Elbette yani bu şirketki kirip, bu şirketteki işlerini ügünüp, anın kendinden bu şirketteki mevcut boğan şu katlamlardan üçün bir ceryan getirdi. İnsaniyetinin hayatındaki hem münasip üçün bir ceryan getirdi. Bir ösümlüknünki ösüşüden tatip, bir daraxtın yetilişinden tatip, bir hücreyinin bütün hem münasip bir ceryan getirdi. Bir ceryansız bir iş olmaydı. Bir yerde nurgun bizdeki şu kurultayındaki mali yaşta hizmet olsun veya ki başka noktalarını ben hem de onu tanqidni ham samimiy deb tushunish tarafdori albatta. Chunki nurg'unlagan bu fikrlar shu tashkilotimizni bizni qilgan xizmatlarimiz texim yaxshi bo'lsa ekan, xalqimizningki kutgan yerdan texim yaxshi chiqsa ekan degan natija bir. Men bo'lmaganda ashta o'ylaydiganga tirishadigan birisi. U nuqtadan qaragan vaqtida albatta bu men bu yerdagi tanqidni tanqiddan jiqroq qarindoshlarimizningki kutgani deb tushunaman.
Yani ularninki bizden kütkinni tanqid sifatida ishlab e'tibor berarak. Mesela qurultayniki atalmış bir birlik insonlarniki ta'sirida qolib qoldi yoki cho'nglarning ta'sirida qoldi yoki yoshlar bularning hammasi amaliyotda bularning hammasi ko'pinchisiniki bu tanqidiy bu yerda amaliyotga faqat mos kelmaydi. Chunki degandagidek ilg'u bir siyosiy tashkilotga chunki bu degandagidek bu siyosiy tashkilotga bir siyosiy ideyaga g'oyaga vakillik qilgan muhim bir organ jumladan bizga o'xshash bir mustaqillik hürlük davasını qiliyotgan Xitoyga o'xshash qonxo'r, zolim va imkonlari to'liq ko'p bo'lgan bir qudratli kuchga taqobil turishga urinayotgan bizdek bir xalq uchun bunda bir siyosiy tashkilotningki xizmatini epirish nihoyatda qulay emas. Nurg'un bedel to'lashni talab qiladi. Ve bunu şu noktada icra qilish uchun nurg'unlagan jarayonlarni besib o'tish to'g'ri keldi. Xalqimizningki hurligi va erkinligi uchun xizmat qilayotgan nurg'un xizmatlarimizni, muhim qarorlarni, muhim ishlarni tunugun bu ishga yaqinlashgan, bu ishlarniki oldi keynini tuzuk bilib ketmaydigan bir odamga tashlab qo'yish aqlga faqatla muvofiq emas. Bu xuddi Apple shirkatiga tunugun kirgan bir sotquvchiniki Tim Cookning o'rniga chiqib Apple shirkatiniki dunyoviy qarorlarga hukm chiqargan bir bu faqat aqlga sig'maydigan bir ish. Aqlga sig'maydigan. Balkim o'zininki doirasini yaxshi bilish mumkin. Balki sotqish bo'lish sifati bilan o'zininki doirasini yaxshi bilish mumkin, ammo u yerda insonninki damonliq ko'zi ko'rib bo'lmagan nurg'unlagan haqiqatlar nurg'unlagan o'tlagan qurilmalar nurg'unlagan masalalar bo'ldi. O narsalarni tushunmay turib, dunyoning haqiqatini uni bilmay turib bu ishlarni tasdiqladi albatta. Shuning uchun bu yerda hamda bu eng cho'ng raqobatning birisi mana shunday bir jarayon bo'lib hisoblanadi. Albatta bir shirkatga kichkina qobiliyatingiz bo'lib qolsa, taqida kira olishingiz mumkin. Shartlarini oliy maktabni yoki bo'lmasa herhangi bir shartlarni, qattiq shartlarni hozirlagan bo'lsin. Ammo bir siyosiy tashkilotda bir millatninki hurligi va erkinlik uchun xizmat qiladigan bir tashkilotga kirish uchun u yerda sizningki qobiliyatingizdan bakroq u da'voga bo'lgan sadoqat xalqingizningki hurligi va erkinligini qo'lga keltirish uchun ilib borayotgan bu tikanlik, to'saqliq, murakkab bir jarayonlarga bo'libmi bedeli nihoyatda ig'ir bo'lgan bir yo'lda o'zingizniki fidokorlik qildiganga bir jasoratingiz bo'lishini talab qiladi. Bu narsa undaq oson bo'lmaydi. Hem buni ig'izlarni ifodalab berolmaydi. Belki siz natiq birisi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Biz kutgan degan gaplarimizning o'zini deb beralishingiz mumkin. Ama bu bir uzun murakkab bir siyosiy kurash bo'lganligi uchun oldimizda Xitoydan iborat bütün dunyoga o'ziniki siyosiy va iqtisodiy ta'sirlar bilan hukmron bo'laman deyotgan bir super kuchda iborat bir raqobatchi bo'lgan ekan, bizningki bu yerda o'zimizning xalqimizningki erkinlikka va o'likchi xizmat qilgan qarindoshlarimizni, sabdoshlarimizni tonish va uni bu murakkab jarayon ichida bilishdan iborat buningga bir jarayon keladi albatta. Siz bu jarayonni atlab o'taman desangiz, bu aqlga qat'iy muvofiq bo'lmagan bir ish bo'ladi. Yani shuning uchun bu ishniki tabiiy qiyinchiligi, ya'ni bunday qilganda qo'shtirnoq qishida tabiiy to'solg'u desak bo'ladi endi. Bu yerda eng chong raqobatning birisi bu. Onun ikincisi bo'lsa, buniki tashqi jihatdagi to'solg'ular bo'lib hisoblanadi. Bu albatta tabiiy emas. Ya'ni o'sha da'voga ko'ngil bo'lgan yoki millatning qayg'usiga hamdam bo'lgan qiyofatga kirib olgan fursatparast insonlarniki izchil elib borayotgan, qurultayga tutgan dushmanlik pozitsiyasi. Hatto Xitoydimi battar dushmanlik pozitsiyasi bilan elib borayotgan turli tuman fitna basat va suiqasdlarning natijasida jamoat fikrda saqlanayotgan bir taraflama qarashlar. Bularni men albatta o'zimniki yashar xizmatini qilish jarayonida o'zimning ko'rganlarim bor. Hatto bugungi kunlikda shu chet ellarda tug'ilmagan bo'lsa, kichik vaqtda kelgan va tug'ilib o'sgan hemshada ma'rif tarbiyasi ko'rgan qarindoshlarimizni
mana muştaq bir taraflama qarashlarninki borligiga shohid bo'ldim. Ya'ni buningki ta'sirini ashuna qarab qancha zo'r ekanligini bilishga bo'ldi. Ya'ni nurg'un kishilar qurultoyga va qurultoyning haqida tonish hosil bo'lgan vaqtida albatta garchi qurultoyniki o'zini tunishtiradigan matbaasi, televiziyasi va imkonlar bo'lsa uchurlarni u yerdan olmay boshqa noto'g'ri kanallar orqali bulg'angan uchurlarni ilib u orqali qurultoyga nisbatan xato tushunchaga olib qoldigan. Ya'ni qurultoydan hech qurultoy va uning tarkibidagi tashkilotlar va u yerda ishlaydigan to'limi sadoqatlik, to'limi vatanparvar, to'limi hurmatga sazovor qarindoshlarimiz bilan hech qanday bir muloqot bo'lmay turib, ularningki ishi ular bilan bir hamsuhbat bo'lmay turib, ular bilan qurultoy va da'vo haqida fikrlashmay bo'lmay turib, aning kendan bu yerda nihoyatda yuzaki holda ko'ch-ko'ylarda eqib yurgan, jumladan shu Facebookga o'xshash axlatxonlarda eqib yurgan gap so'zlar bilan o'zininki qurultoyga tutgan ko'z qarashini shakllantirgan qarindoshlarim bu shu hamda cho'ng bir raqobatlarniki birisi deb ayta olamiz. Albatta bundan boshqa yana bir qancha taraflar bor, jumladan iqtisodiy va boshqa imkoniyat degandek, lekin shu ikki nuqta shu jumladan nimaga da'voga xizmat qilishni xohlaydigan qurultoy orqali xizmat qilishni xohlaydigan qarindoshlarimizniki oldini damalliq to'sib qo'ydigan yoki damalliq to'sib qo'yilgandek ko'rinadigan qiyinchiliklarni ichida shu ikkisini gavdalik deb deyalayman. Tafsiliy tushuntirishingiz ko'p rahmat. Undaqda savolimizni hurmatli Erkin Zunun apandiga qaytarib kelsak, keyingi bu nurg'un tajribalar albatta yig'ildi, nurg'un xizmatlar ishlandi. Bu yerda tajribalarni yakunlab kelgan chog'da 8-qatim navbatlik qurultoy yoki buningdan keyingi qurultoy xizmatida yoshlar xizmatining qandaq muhim strategiyalarini tuzyapsizlar. Albatta u qurultoy o'tkazilmagandan keyin uninkini hozir qilib bo'g'ilib bo'lmaydi, lekin sizlarniki o'yinlarda qaysi xizmatlarni muhim o'rin qo'yib ishlash kerak ekan bundan keyin? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat Baxtiyor efendim. Aldı bilen ben mani demek istedim. Bu Türk'ün iltimas. Vakillerge iltimas kılınan nemesi ben vakti tügde deadline'ı ve 39% adam tuncu kıtem iltimas kıptı. Bu bir bek hoş bulduğum bir neme. Onun içinde bulup 2000 yıldan keyin tug'ilgan yoshlarning ko'pliganligini ko'rdik. Abayimga yo'l efendim shu iltimos qiluvchilarning 40% yoshlar bo'lishiga bek xo'sh bo'ldik. Endi biz yoshlar deymiz, bizningki qobiliyatimiz bor deymiz. Lekin tajriba yana cho'nglarda. Bo'lmasa bo'lmaydi bu yerda. Çünkü cho'nglarningki bo'libmi fidokorlik jarayoni va yoki samimiyatlik jarayoni mush narsalarni, bu tajribalarni o'rganishimiz kerak. Biz bizningki rahbarlarimizdan hozirgi raislarimiz va hozirgi dunyo qurultayimizning raisimiz Dolqun Aysal'dan yomon jiq narsalarni o'rgandik ham. Va texmi yani bizga bereledi, tökeleydi o bilimini deb o'ylaymiz. Şunun için mesela bir narsani deb berayli, bu bir misalda Messi bilan Ronaldo'ning hammasi mushta qobiliyatli, onun uchun bular degan talantli mushta bo'ldi deydi. Lekin bir masalada bir shu bularning bu tarixida Manchesterda o'ynayotgan vaqtida bu Ronaldo'ningki bir Wayne Rooney degan bir u Wayne Rooney eng baldur kelayotgan ishga, ya'ni mashqqa eng baldur kelayotgan keyin Manchesterga u eng kelsa Ronaldo bakamish va ketgandimi mashqdan Ronaldo ya'ni o'zi mashq qilib qildi. Endi qobiliyat bo'lish bu faqat yetmaydi-ku. Shu o'zining qobiliyati
işletişim gerek. Yani demek bu çalışkan deydi hem de Türkçe buluşun gerek de bu. Şunun için mesela ben bir çıkan işleme reis bilen. Ben kelsem dolgunkan bağış kılıp ben kelsem bu oturdu yani işleydi. Demek bu muş derslerini biz yaşla çoğunlardan ügünüşümüz gerek. Bizim kendi kabiliyetimiz, badeyimiz, neyim deyimiz. Anandaki hem de siz mavi andak bir planlar ne dediniz? Hem de bizdeki dünya kurultuyu Uyghur Akademiya bilen birlikte izleniyoruz. Bir talep gelgenti yaşlardan bulup bu Otrasiyada Turkantimizden ve Türkiye'deki yaşlardan biz şu okup jarayonda bizden keyin şu Yevropa ellerdeki üniversitetlere master yoki nima qiladigan bir programlarni qilsanglar deb aslida biz hozir izlanyapmiz o'sha program bo'ldi u bir andan keyin yana bir hozirgi 20 necha davlatga diasporadagi uyg'urlar bu davlat ham demokratik bo'lgan davlatlarning ichida yoshlar siyosat kirib va siyasi partiyaların azası ve hatta parlamentlarga kirishni arzu qilamiz. U xizmatlarimiz hozir bo'lyotidi ba'zi davlatlarda masalan Avstraliya deyli, Avstriya deyli, Kanada, Yaponda bizdan bizningki Arfiya degan bir nimiz bor. U parlament tunji qitim bir Uyg'ur qizidan. Shunga u narsalarni ham deb biz yaşlarını hem de tabii ki biz 46 yaşlı dedik ama Şvetsiyadaki terbilige hem ağımdaki iktisadi neyimiz bulmagandan keyin bularni ishlataolmaymiz xizmat berib keşke shu bizda shu narsa fursatlar bo'lsa bütün shu yoshlarni bizda ishlatsak xizmatchi bo'lib birga bir ishlarni qilsak texmi yaxshi ishlar bo'ladi texmi tezroq ya'ni futuhlarga keladi lekin ular bo'lmagandan keyin shuning uchun bizningki neyimiz izlanglar o'qinglar jiqroq o'zinglarni davlatlar haqiqiy hozirgi yoshlar hamda hammasi shu davlatning vatandoshları va shu davlatda hatto rais bo'ladi demokratik ellarda. Shuning uchun u yerda shu siyosat kirib asta bizning Uyg'ur har bir davlatdagi demokratik davlatdagi senatlarda va yoki parlamentlarda bo'lsa biz ishimizga texmi yaxshi nimalarni apurdi deb o'ylaymiz. Nihoyat yaxshi programmalar o'rinlashtirildi. Bo'lsam shu Abay degandek pek chiqqandim ama hozir har qaysi davlatlarning parlamentlarida xizmat qilayotgan yoshlar oldin qatimliq suhbatim Zumratay deb o'tdi. Nurg'un yoshlar borki, shu yoshlarningki xizmat tajribalari bo'libmi yerlik parlamentlarda qilinayotgan xizmatlar bular bevosita Uyg'urlarning manfaatiga cho'ng ta'sirlarni olib kelishi mumkin bundan keyin. Buning ichida nurg'un yoshlarni qurultay o'zi bevosita tarbiyalab yetishtirganki bu nihoyatda cho'ng ham zo'r bir xo'shallik ham natija deb qarashga bo'ldi. Hamda oxirgi savolimni hurmatli Iftixor apandiga qo'ysam, hamda yana Abayqaga o'xshashroq bir savol. Siz o'zingizniki tajribangizni oq ko'rinish qilgan holda dunyodagi qurultayning sirtidagi yoshlarga qanday bir chaqiriq yoki tavsiyalarınız bor? Ular nima ish qilish kerak yoki nima qilsa to'g'ri bo'ldi? Qanday yo'lda olmangiz to'g'ri bo'ldi? Bu to'g'riroq bir so'zlab bersangiz. Rahmat. Sizga rahmat savolingiz uchun. Albatta bütün dünyadaki Uyg'ur yoshlarga ma ish to'g'ri bo'ldi deb tavsiya qildik maqomda emas deb o'ylayman o'zimni, ammo men o'zim ba'zi ko'z qarashlarimni yosh do'stlarim bilan, qarindoshlarim bilan, akalarim, hadlarim bilan o'rtoqlashay.
Yuqorida men deb o'tganimdek, bu qurultayninki yoshlar tarbiyalash kursininki ahamiyati va hajmi haqida to'xtalib o'tgandim. Albatta buni qilish jarayonida ba'zi nuqtani eskartib qo'yishni o'yladim. Bu biz hozir o'xshash vaqtda bu ham bizning ortiqchiligimiz, ham bizningki kamchiligimiz. Biz hisobda muhojirat yashayotgan Uyg'urlarninki bolalari bora-bora cho'ng'ilab, ular cho'ngib, uylik o'choqliq bo'lib, ikkinchi bir avlod yetishib chiqyotidi. Bu kamchilik tarafi qandaq desak, vatanda cho'ng'igan, vatanda ko'rib, Uyg'ur muhitida, Uyg'urlarning urf-odati aks etgan bir muhitda, sharoitda cho'ng bo'lish imkonininki yo'q bo'lishi, hatto ba'zan yerlarda imkonsiz bo'lishi bu bir kamchilik bo'ldi. Albatta bu ana tilda to'liq aloqa qilishda, Uyg'ur tilida ravon so'zlash jihatlarda ta'sir qilgan bilan ortiqchilik taraflarni deb aytsak, masalan, Germaniyada cho'ng'igan bir yoshninki, Germaniya ma'rifida tarbiyalangan bir yoshninki tajribasi va Turkiya ma'rifida va yoki Avstraliya, Amerika, Kanada ma'riflarida tarbiyalangan Uyg'ur yoshlarninki jahonga va jamiyat bo'lgan ko'z qarashi farqli bo'ldi. Qurultay naq mushu nuqtadan yaxshi foydalangan. Ko'pincha odamlar o'ylagandek, voy bu Uyg'urcha bilmaydi yoki buninki Uyg'urcha nacharka, biz Uyg'ur uchun xizmat qilamiz. Albatta Uyg'urcha yaxshi bo'lgan odam biz qanday qilamiz? U xil shaklda yaqinlashmay tarbiyalanmoqchi bo'lgan yoki qobiliyatli, iqtidorli yoshlarga uninki tarbiyalangan ma'rifi va muhiti va shu iqtidorni qanday joriy qildira oladiganligiga qarata yaqinlashish va tarbiyalashni olib bordi Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Buningda unda bo'lganki ortiqchiliklar qanday shaklda bo'ldi desak, masalan, burun bir narsada hukm chiqarish jihati bo'lsin yoki bir narsa maslahatlash jihati bo'lsin, bir rayonda yoki bir yerda cho'ng'igan insonlar o'tirib maslahatlashib qaror chiqarib yoki shu to'g'rida bir yakunga kelgan bo'lsa, hozirda bo'lsa yoshlarninki tarbiyalanishningki natijasida dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan va dunyodagi har qaysi davlatlarninki kuchli davlatlar, taraqqiyotgan davlatlarninki madaniyati va ma'rifini ko'rgan yoshlarninki o'zlarining tajribasi bilan shug'ullangan asosda da'vo bo'lgan to'kpisi texmo ahamiyatlik va ta'sir kuchli bo'ladi deb o'ylayman. Buning bilan birga ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'xshash vaqtda yoshlarninki qobiliyat va iqtidorini yaxshi joriy qildirib berishiga sharoit va muhit tayyorlab berishdan boshqa yana u yoshlarninki seninki ma iqtidoring yoki ma qobiliyating yaxshiki, ma bizga yarmidi shaklda emas, u yoshlarninki yoshlarda bor bo'lgan qiziqqonlik, o't yuraklik va aktiv energiyaga to'lgan bu ro'yidan o'zlarininki uzun yillik siyosiy va da'vo tarixidagi tajribalari bilan tang o'rtoqlashgan asosda bu ikki narsani yug'urib mukammal bir tajribalik va ko'p jihatdan tarbiyalangan yoshlarninki yetishib chiqishiga so'rin hozirlab berdi. Shunga har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur yosh qarindoshlarimizniki da'voga qiziqadigan, o'zininki millat uchun, o'zininki qurilg'isi davlat uchun nima ishlarni qilib bera olayman deb bo'layotgan yoshlarimizga bo'ladigan chaqiriqim bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki yoshlar uchun har vaqt eshigining ochiqligini va ularninki iqtidoriy va qobiliyatiga qarata o'zininki davlatiga, o'zininki millatiga foydali bir ish qilib bera olish uchun maydon va so'rin hozirlab bera oladigan kuchga va qobiliyatga ega bir organ ekanligini bu yerdan tavsiyalarımni berme. Albatta buningki misollarimi nihoyatda jiq. Hozirning o'zidami 6-navbat qurultaydan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayida raisimiz To'lqin Aysa apandimning chaqiriqi bilan omumyuzlik bo'lmasimi tadrijiy shaklda yoshlashtirish chaqiriqi ilib berilgandan keyin nurg'ulg'an yoshlar tarbiyalanib chiqdi.
tarbiyalanib chiqdi deyapman. Ular o'xshash vaqtda qurultayda, rahbarlik organlarida vazifa olgandan sirt o'xshash vaqtda boshqa davlatlarniki yerlik va davlat hukumat organlarida va davlat apparatlarida xizmat qilgudek bir hajmga kelganligini shohid bo'lyapmiz. Jumladan kishilik huquq komitetininki mudiri Kevser Kamilmo ham mush qurultayning tarbiyalagan yoshlardan birisi. Masalan, Kanadaninki davlat apparatlarida xizmat qildi. O'tgandimi mush yaqinda tahi xalqaro Roosevelt mukofotini olgan Zumratay Erkinmi ham shu. Demak, buningdan shun yakunni chiqara olamiz deb o'ylayman. Qurultayninki iqtidorli yoshlarni qizib chiqarishi, biz birga ko'milib qolgan oltin, ko'milib qolgan olmos degandek, iqtidorli yoshlarni qizib chiqarishi va ularninki o'zlari tiq bayqamagan iqtidori va qobiliyatini ularga his qildirib, shu qobiliyati va iqtidordan qanday shaklda eng yaxshi unumli foydalana oladiganligini ko'rsatib berish orqali bu yoshlarimizningki o'zlari turishliq davlatlarninki hukumat organlarida xizmat qilishiga va yoki o'zlari xizmat qilayotgan bir organning ichida xalqaro mukofotlarga erishishiga maydon va so'rin hozirlab beradiganligini turli dalil, isbot va faktlar bilan bularni ko'katgan bo'ldik va isbotlagan bo'ldik. Shunga oxirsida yoshlar qildigan chaqiriqim da'vo yolg'iz cho'nglar bilan to'xtab qoldigan yo cho'nglar bilan cheklanib qoldigan ish emas va aksincha butun Uyg'ur millatininki har bir shaxsninki vijdon burchimiz. Bu bizningki ota-onamizningki bizni Uyg'ur va Uyg'ur kimligi bilan cho'nqqan ota-onalarimiz uchunmi berishga tegishli vijdon burchimiz deb o'ylayman. Shunglashqa yoshlarimizningki da'voga taxmo yaxshi qiziqish uchun bundan keyin tilakdoshman. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarninki suhbatda nihoyat tafsili barliq taraflarni o'z ichiga olgan tushunchalarni berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar xizmatiniki qanchalik bir darajada ko'lamda xizmat elib berayotganligi ham bu tarbiyalangan yoshlarniki hatto har qaysi davlat tashkilot muhim o'rinlarda xizmat qilayotganligi bu nihoyat cho'ng natijaga ma'lum degandek hammanglarning qimmatli vaqtiga ko'pdan ko'p rahmat. Shuning bilan bugungi programmamiz mishal oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun taklif fikringlar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning qonunimizga a'zo bo'lishni, shundoqla hambarlashni unutib qolmasligini bu programmani umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.